Tajribangiz juda katta-da, misol tajribangizga havas qilsa arzigudaylik, ko'z tegmasa, qaysi vaqtda olib, qaysi vaqtda sotish, qanaqa qo'y olish, O'sha kitobida 90 kun qo'ydi, 90 kun boqish kerak. Molda 60 kun bo'lsa, buni 90 kun boqish kerak. Bu biz hali otamchalik boqolmayapmiz, achitib beradilar. Otamni qo'yxonasiga kirsang, iskab turardi. Bizniki hammasidan epek berishi otam rahmali pishirib berardilar. pishirib beradilar. Keyin men ham otam ham qaragansin pishirishga o'rganganlar. Oldin beraveradilar yemni. Keyin men ham hozir mana 68 ga kirdim. Endi pishirib beryapman. Men boy bo'laman, cho'pon sattar men bo'laman deganimda qo'y boqardim. Endi Qo'chqorga o'tdim. Dumonga dolada yaramay qoldim. Buni janavarlarda kim boqsa, sen buni olib chiqaryapsan-ku. Kim boqsa zalal qilmaydi. Buni qoni baraka deb meni otam rahmali chorvador. Katatam cho'pon bo'lganlar. Ana. Bu menga haligi nima hobbim. Boqu qo'yxona hamma yoq oddiy, lekin xudo xolasa natija yaxshiligi uchun akalar mana kimdir aytadi, xom berish kerak deydi, kimdir pishirib berish kerak deydi. Buni boqishda maqsad, natija daromad qilish. Qandaydir qilib bo'lsa ham daromad qilishda endi misol uchun. Pishirib berganda oddiy usul bilan bug'doyni o'zi bu akalar mana. Bug'doyni o'zi, boshqada hech narsa yo'q. Bug'doyni o'zi bilan ham xudo xolasa mana yaxshi natijalarga erishilyapti xudo xolasa. Albatta mehnatni qadrlab bittadan like bosib qo'yinglar xudo xolasa. Buni to'liq ma'lumotini video davomida aytib ketamiz. Bug'doyimiz 15 kilo. Mana shu chelagimizda qaydadir chelak, qaydadir paqir, mana shunda 3 paqir 15 kilo atrofida tortilmaydi. 15 kilo 14 kilo atrofida pishiriladi. 30 litr atrofida suv quyiladi, 50 litrli qozon. Xudo xolasa shu bilan mana shu darajaga kelyapti. Bug'doyni pishish ahamiyatiga ham, bug'doyni pishgan holatiga ham qaranglar-da. Mana qaranglar. Bo'rtilib tayyor ezilgan, haqiqiy yumshab ketgan bu narsa. Biz ko'pchilik o'zi pishirib beradi. Kimdirlar aytayapti, bu pishirib bergan holatda bo'lmayas ekan, ekanlarga o'tkazaverar ekan. Yo'q akalar, ayibni boshqa joydan qidirmaylik, ayibni o'zimizdan qidiraylik. Sababi xom berishmi, pishirib berishmi, maqsad daromad qilish, kam chiqim bilan daromad qilish kerak. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar kanalimiz mehmonlari. Albatta videoni boshlashdan oldin bekor ham turibsiz, bittadan like ni bosib, akalar, xudo xolasa, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, biz sizlar uchun qo'limizdan kelgancha 68 yoshli tog'amizdan xudo xolasa qo'y boqish sirlarini to'liq qo'limizdan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Video davomida xato kamchiligi bo'lgidek bo'lsa, ehtiyot mabodonda kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi videolarimizda chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Boqu qo'yxona hamma yoq oddiy, lekin xudo xolasa natija yaxshiligi uchun ilindek aziz obunachilar sizlar uchun. Xudo xolasa videoni qadrlab, albatta videoni bosib, kimgadir shunday video kerak bo'lsa, maksimal darajada tarqatishga qo'lingdan kelgan yordamni qilasizlar degan umiddamiz. Xo'p. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Charchamasdan sog' salomat. Amaysanmisiz? Charchamang. Sog'lik, salomatlik yaxshi. Tuzumsan, mana yaxshimi? Opam, dadanglar, hammasi tinchmi? Rahmat. Nima gaplar endi? Mana shu qo'ylarim bor. Bu menga haligi nima hobbim. Hobbi, Hobbi, menga qo'y boqish hobbi. Nimaga oldin sovliq boqardim, hozir bu astatga qo'ylarda o'lim olib kelib qoladi, shuni boqib turib. Boqib turib, ma'lum bir darajada endi daromad olyapsiz hamma. Olaman. Xudo xolasa buni janavarlarda kim boqsa, sen buni olib chiqaryapsan-ku. Kim boqsa zalal qilmaydi. Buni qoni baraka deb meni otam rahmali chorvador. Katatam cho'pon bo'lganlar. Ana. Akalar, xudo xolasa mana. Sovliq qo'y boqardim. Endi Qo'chqorga o'tdim. Dumonga dolada yaramay qoldim, yuguravergan. To'ppa-to'g'ri joningiz sog' bo'lsin. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Bu astatkalarda olib kelgan 28 dan olib kelgan 2 million 800 mingdan olib kelgan. 2 million 800 mingdan astatga qo'ylar. Qo'ylar mana işte. Qirg'iziston qo'ylari bular. Bular hammasi qirg'iz qo'ylari, ammo gadikroq, ko'ti yo'qroq, unaqa dumbalisidan emas. Endi yo'q, bular endi Qo'chqorim turib ko'rsatgan. Hop. Mana bu Qo'chqorda urug'liq qolganman o'tgayli 50 ta sovlig'im bordi. Hop. Mana sovliqqa mana shu katta Qo'chqorda qo'shganman. Bolalar zo'r chiqdi. Bolasi yaxshi chiqdi. Yaxshi. Zo'r bolalari chiqdi. Oyoq qo'liga akalar kastangalarga e'tibor bering. O'tgan yil ham o'sha shishagida hozir endi 4 kishi bor. Hamma bilmadim, qarag'am yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa men qo'ydan baraka topganman. To'ppa-to'g'ri. Qo'ydan juda ko'pchilik baraka topadi. Lekin qarashda, e'tibor berishda, boqishda, tavsiya qilishda ozgina bir mutaxassis odam bilan gaplashib, aytaver. Men oldin dehqonchilik ham qilib ko'rganman, hamma narsani yo'lida borman. Bo'y bo'laman.
dekan sattar men bo'laman dedim. Bo'yamadim men. Sholini ekdim, qovuni ekdim, dekanchilik qildim, bo'yamadim. Bo'y bo'ldim, yaxshi yashadim. Bo'y bo'laman, cho'pon sattar men bo'laman deganimda, Aha. qo'ylarimni orqasidan sekin-sekin kuchayib, Xudoga beada shukr yaxshiman. Yaxshi yashayman. Xudoga shukr. Ko'z Ullarim tegmasin, bor, barakasini bersin. nevaralarim bor, Xudoga Aha. shukr. Hammamiz shu chorvani orqasidan Albatta, albatta. yaxshi yashayapmiz. Qo'ydi kattalarimiz aytishadi-yu, payg'ambarlar ham qo'y boqqan. Qo'y Shuning cho'pon uchun bo'lgan. qo'yda Ular baraka bor. Savdogarlik qilgan endi. Savdogarlik Buni qilish. savdogarlik qilganlar ham mana baraka topayapti. Hamma savdogarlarni ko'r, qo'yni orqasidan baraka topadi. Baraka topayapti. Biz ham Xudo xolasa buni orqasidan yurib savdogarlik ham qilamiz, oz. Oz. Qo'ylarni boqamiz, Xudoga shukr. Endi sizni sohangizdan kelib chiqib, cho'ponchilik sohangizdan misol hozir ham 50 ta qo'yingiz bormi? Bor. Dalada sovliq qo'yingiz bor. Sovliq qo'ying Savdoga bor. aralashmasangiz iloji ham yo'q-da. Ha. Chunki savdoni, bozorda ritmini, oqimini bilib turmasangiz, chunki daromadingiz shuni orqasidan. Boshqa kasbingiz yo'q. Yo'q, men Faqat shu. qo'ychilik, shu cho'ponman. Ana akalar, oddiy misol qo'ydi orqasidan ham qilsa bo'ladi. Xo'p, tog'a, siz bunga hozir ratsioniga nima beryapsiz? Ertaman bularga namozda o'qib olib qali beraman. Bug'doyni pishirib beraman. Aha. Ko'rsatilgan bug'doyimizni pishirib beryapsiz. Xudo Pishirib xolasa, beraman video boshida ertamanda. ko'rsatib ketdik. Undan keyin bir kap o'sha moshti bor, to'poni bor, mosh to'pon. Hop. Shuni beraman, shu bilan yotadi. Abitda kelaman-da, peshinda o'qib kelaman. Aha. Ali beraman. Terit beraman. Terit. Somonni maydalab qirqib, seryam qilib ali beraman. Terit beraman. Kechqurunga yana bir paqirma, ikki paqirma o'sha bug'doyni, pishgan bug'doyim bor. O'sha pishirilgan bug'doydan beraman. Aha. Qo'ylar yotarida ajriqdan qirqib, ajriq beraman. Shu. Hozir ashla ko'rsatdik video boshida. 15 kilo bug'doyingizni. Mana shu 10 ta 11 ta qo'yingizga necha mahal ketyapti? 4 mahalga yetadi. 4 mahal. Demak, bir kun pishirsangiz 2 kun berasiz. 2 kun beraman. 2 kun berasiz. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, endi tog'a sizga yana savolimiz. Kimdirlar quruq beradi, kimdirlar qaynatib beradi. Shaxsan men o'zim ham quruq beraman-da. Kim hamma natijasiga qarab beradi-da. Shuning uchun nima deysiz? Qaynatib bergan yaxshimi yoki pishirib bergan yaxshimi? Har yili boqamiz-da, bizda mana o'zimizdan chiqqan sovliq bolalaridan qo'shqar har yili boqamiz. Boqsaq shu Makkani yormaqi ham berdim, haliga kakalab ham berdim, bug'doy ham beraman, uyutib turib bersam ham bo'ldi-yu. Bu hammasidan epek berishi otam rahmali pishirib berardilar. Pishirib beradilar. Keyin men ham otam ham qaragansin pishirishga o'rganganlar. Oldin beraverardilar yemdi. Keyin men ham hozir mana 68 ga kirdim. Endi pishirib beryapman. Pishirib beryapsiz. Kelinlarga aytaman, pishirib qo'yinglar deyman, pishiradi. Pishgan narsani yesa biz hali otam chaliq boqolmayapmiz, achitib berardilar. Otamni qo'yxonasiga kirsang iskab turardi. Bizga iskirgan yo'q. Ha, yem qaynatilganda hidi kelib ketadi. Hidi keladi. Qo'ydan hid kelib turardi. Bizning qo'ylarimizdan hid kelgan yo'q hali. Keltirilmayapmiz. Nega? Mana shu qo'ylarda olib kelganimga, masalan, 10-mart kuniga 2 oy bo'ladi. 2 oy bo'ladi. Yemga kelgan. Yemga kelganiga kitobida 90 kun qo'ydi, 90 kun boqish kerak. Molda 60 kun bo'lsa, buni 90 kun boqish kerak. Bu hali pishmaydi, pishgan yo'q bular. Pishgan yo'q. O'zi qirg'izlik qo'ylar, hurmatli obunachilar, sal kechroq pishadi o'zimizni qo'ylarga nisbatan, lekin mehnatga yarasha natijasiga yaxshi bo'ladi. Hop, ma'lumot o'rnida aytib ketsak, keyin misol uchun qo'ydi misol, siz misol tajribangiz juda katta-da, misol tajribangizga havas qilsa arzigudaylik, ko'z tegmasa, qaysi vaqtda olib, qaysi vaqtda sotish, qanaqa qo'y olish, o'shalarni ham bir obunachilarimizga, yangi obunachilarimizga aytib ketish iloji bormi? Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga layfhak bo'lib qoladi akalar. Men masalan, o'sha bu mana shu qo'ylar ham bozordan qay vaqt qo'y oladigan bo'lsam, asatga olaman. Aha. Asatga qo'ylar bundaqa semiz, chiroyli narsani olmayman. Asatga bo'lib turgan savdogarlarda asatga bo'ladi. Voy, bozorda asatga bo'lgan mayda qo'ylarni olaman-da. Haliga nima u? Mana shu qishi bilan ham qo'ylar dalada yuradi. Menda sharoit bor-da, dalalarda boqamiz-da. Shu olib chiqdim. Mana shu qo'ylarni olib chiqqanimga 60 kun bo'ldi deyman-da. O'sha 10-mart kuniga 60 kun bo'ladi. 60 kun bo'ladi. Chala et qilib sotar ekansiz. Chala et qilib sotaveraman. Endi qurbanlikqa ham boqsang, undan ham zo'r. Qurbanlikda qo'y ko'payib ketadi bozorda. Semiz qo'y ko'p. Bizdan kuchli boqadigan odamlar ham ko'p-da. Semiz qo'y ko'p. O'shaning uchun pishirib bermay, mana shular pishib qoldi deb
turib sotamiz. Ha. Ya undaqa pishirmaymiz. Bizdan olib hozir mana shuni sotsam, Aha. bizdan oladi kimlardir boqadi. Boqadi. Boqsa yoki o'sha kuchayib ketadi. Ha, Uni boqib kattaga foyda o'xshab qiladi. ketadi-da, Ha, o'sha. mana akalar mana. Mana shu qo'ylarni akalardan biri oldingi partiyasi. Mana shu qo'ylarimiz ham hozir uzunligi bemalol 1 metr kelaveradi. Kallagar bunisini ko'rib turibsizlar. Ha, balandligi ham 90 dan kam emas. Ma'lumot o'rnida aytib ketaylik akalar, kimgadir urug'chilikka ishqibozlar bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, kommentariyaga yozsalaring, nomerlarini beramiz, sotiladi. Bu qo'ylarimiz ham o'zi hammasi sotiladi, lekin hozir emas. 10-martda dedingizmi? 10-martga 10-martgacha 60 kun boqar ekanlar. Mana oddiy boqish yo'li ham oddiy bir unaqa assortiment ko'paytirgan yoki bir nima emas. Bug'doyni o'zi bilan. Bu qo'ramiz o'zi asli molxonaga mo'ljallangan. U tomonda mollar ham bor. Bu tomonda mana qo'ylar. Endi bu qo'ylarni dalada yurdi, ma'lum bir darajada. Mana shu qo'ylar 2.800.000 dan 31-iyul LSida olingan. Shaxsan o'zim ham borib billa olganmiz. Gastatga qo'ylarda olingan. Mana hozirga kelib, xudo xolasa 4.200.000, 4.300.000lik ichida mana shisi ham yaxshi narsa ekan akalarda, misol uchun. Uni g'ajiyatgandagi shoqi bor narsa ham yaxshi ekan. Ichida bitta ikkita yaxshi chiqib qoladi. Dumbasi yo'q, ko'p. Dumbasi yo'q. Yo, lekin kasdan garbonoz holati yaxshida ketadigan variantda bor. Xo'p, yana bitta narsani bilmaganlarga aytib ketaylik. Men o'zim eshitganman. Ha, mol bilan qo'ydi bitta almada og'ilda boqib bo'lmaydi. Qo'ydi ko'zi yonadi, moldek yonmaydigan. Nima deysiz unga? Yo'q, unaqa narsa u qo'y bilan mol billa yotaveradi. Aha. Qo'ydan issiqlik chiqadi. Mana meni og'ilimni ko'ryapsizlar, bu tarafda molim turibdi. Bu og'ilda isitish shu mana edi. Partnerlarga ham ikkita qo'y qo'yib qo'yar ekan odamlar. Ha, O'sha issiqlik chiqaradi. Buni orqasidan ertaman, kechqurun shunday yursang, gumbillab issig'i chiqib turadi qo'ylarda. O'sha molda ham isitib turibdi, beydab turaveradi. Uni ko'zdan yiltillayapti, boshqa narsalar yo'q narsa. Men unaqa demayman. Ammo molda ichiga otni beylamaydi. Molda ichiga otni baylab bo'lmaydi. Otni baylab bo'lmaydi. Nimonqaki ot umni narsa. Ummi narsa, ha. Ha, mol pami o'zimiz aytamiz-ku, pami pastroq narsa moldi. O'shaning uchun ot hali uloqchilar og'ilda burchak qilib qo'ydim desa, men borib ko'rsam, men o'zim ham ot qo'yam, ishga o'zim otam boqaman-da. O'shanaqa borib qolsak, otni baylab qo'ygan bo'lsa, chiqarib tasha, uka ya aka og'ilda turmasin, molni yonimga keltirma. Haliga ine o'sha otni uloq chiqib turib, olib chiqsa, uloqda undir bo'lsa ham aynalmaydi-da. O'sha yerda turaveradi. U ot serkaltak bo'lib qoladi, yurmaydi. Molpam bo'lib qoladi ot. Ana, akalar, kimgadir bu ham mana misol uchun qiziq. Xo'p, tog'a, yana qarang, bitta savolimiz qolyapti. Asriga kech qolyapsiz, bilib turibman, xudo xolasa. Xo'p, moldan siz tajribangiz davomida men aniq eslayman, molingiz ham rosa ko'p bo'lgan biz yoshligimizda. Hozirga kelib turib moldan shunday qo'yga o'tib oldingiz-da. Endi qo'yga ham sizga o'sha ota kasb asli uni bilamiz. Qo'yga o'tganingizga ham 15 yil, 20 yil bo'lib qoldi. Daromadiga nima deysiz misol uchun? Daromati luboy odam bilan garab ham o'ynayveraman, qanaqasiga gaplashaveraman. Moldan teng foyda qiladi qo'y. Mol 150 ga 50 foyda qilmaydi. Boqib desa, bitta molni 10 millionga olsang, 3 ta qo'yni 10 millionga olib boqsang, 20 million bo'ladi. 7, 14, 21 ga qodaydi. Mana shular. To'g'rimi? Qadaydi. 21 ga. Bitta novvasni boqib 10 millionlik qachon 20 million qilasan? Ungacha 3 ta qo'ying pishib chiqib ketasan. 7 milliondan o'tar 21 million. Eng past hisob. Buni hali bir xil odam aytadi, moldan molcha foyda qilasan, qo'ydan qo'ycha foyda qilasan. Yo'q, men unga bir narsa demayman. Endi molni boqqan molga ish qilasiz, qo'yni boqqan qo'yga ish qilasiz. Kim qaysidan daromad qilsa, o'zi asli o'sha yo'nalishi yaxshi, to'ppa-to'g'ri. Lekin misol uchun Murodjon aytayapti, 11 millionga qo'ya oldim deyapti. 3 ta qo'y olgan ekan. 3 ta qo'y olingan. Yaqinda sotdim aka, 23 millionga, 23 million ham tebani aytayapti. 23 million ham teba. Keng barobardan ham oshib tushyapti. Ana. Baraka Xudoyim beraman deb qolgiday bo'lsa, Alloh barakasini bersin. Yaxshi. Xo'p, demak, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa kommentariyada fikr, takliflaring yoki savollaring bo'lgiday bo'lsa, yozib qo'yinglar. Xudo xolasa yana bitta video qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qo'ylar qaysidir biri yoqqan bo'lsa, qachondir Xudo xolasa sotiladi. Ana nari qo'yimiz ham urug'likka Xudo xolasa sotiladi. Uni ham tavsiya qilib qo'yamiz Xudo xolasa. Albatta, kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Albatta, bitta like maqlab, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib ketishni unutmanglar.